alaykum qadrli yurtdoshlar, obunachilar. Mana bugun g'ishtlarimizda Qumtepa tumaniga, Qumtepa kurugiga yaqinroq joydan akalarimiz zakaz qiladi. Xudo xolasa chiroyli g'ishtlarimizni olib beryapmiz. Bemalol hozir to'kilganda yaqindan syomka qilib ko'rsatib beramiz. Bemalol ovozdan ham bilsalaring bo'ladi g'ishtni holatini. Ranglari ham xudo xolasa o'ta chiroyli. Buni yaqindan ko'ramiz. Kimga shu atrofdan g'isht kerak bo'lsa, bemalol adreslarini beramiz, lokatsiyalarni beramiz. Kelib ko'rib, bemalol zakaz berishlari mumkin. Yaqindagi holat. Ovozidan bemalol bilsalaring bo'ladi. G'ishtda qanaqaligini. Xudo xolasa chiroyli holatda. Manzil Qumtepa Latif ko'chasi ekan. Kimga kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqaverasiz.